Aziz dindoshlarim, mana 1 yil o'tdi, 11 oy o'tdi. O'tgan yili Ramazonda suhbatlar qilgandik. Alloh taolodan keyingi Ramazonga yetkazgan degandik. Alloh taolo inshaalloh yetkazib turibdi. Hali ertalabgacha qancha gap. Hozir janoza bor ba'zi bir masjidlarda. Masalan, bizning mahallamizda hozir jumaga janoza bor. 42 ga kirgan, 46 ga kirgan insonlar, ularga nasib qilmadi. Hali Alloh biladi sahargacha qaysi birimiz bor, qaysi birimiz yo'q. Lekin Allohdan umid qilib so'raymiz. Yashaylik, ro'zalarni tutaylik, gunohlardan forig' bo'laylik. Lekin Allohning ajal soati keladigan bo'lsa, azlar to'xtaydi vaqt. Buni nimaga eslatyapman? Demak, har bir mu'minning kuni, har bir soati g'animat. Bir ulug' zotlardan so'radi, shu qabrdagilarni bir orzusi bormikin deb so'radi. Bir avom inson. Anchagacha haligi inson yig'lab turib, ha, bularning ham orzusi bor dedilar. Nima orzusi bor deganda, tirilib qolganda tinimsiz namoz o'qirdi. Tirilib qolganda tinimsiz ibodat qilardi. Tirilib qolganda tinimsiz ehsonlar qilardi. Nima uchun? Ular qabrdagi hisob-kitobni ko'rdi-da, bizda hali imkoniyat bor bunga tushishga deya javob qildilar. Ana shu uchun azizlar, bugundan boshlab boshqa kunimizga qaraganda ko'proq g'animat bilib, bilamiz, hammamizning dardimiz bor, qo'limizdagi telefon, lekin qasd qilaylik. Shu Ramazon oyida telefonga kamroq qarayman. Shu Ramazon oyida ko'proq Qur'on o'qiyman. Shu Ramazon oyida ko'proq ilm o'rganaman degan maqsad bilan inshaalloh Ramazonga kirsak, bu oy boshqa oylardan farqli bo'ladi. Demak, 11 oy ichida azizlar, qanchadan qancha insonlar vafot etyapti. Va yana qancha insonlar dunyoga keldi. Bir toifa insonlar boy bo'lgan bo'lsa, bir toifa insonlar kambag'alga aylandi. Bir toifa insonlar baxtli bo'lsa, bir toifa insonlar baxtsiz bo'ldi. Yana bir toifa insonlar to'g'ri yo'lga kirgan bo'lsa, yana bir qanchasi adashdi. Alloh taolo bundan asrasin.